Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya zarurat paydo bo'lsa Yevropa bilan urushga tayyor. Rossiya Yevropa bilan urushmoqchi emas, biroq agar Yevropa urush boshlasa, Moskva bunga hozirning o'zida tayyor. Bu haqida Putin kecha ma'lum qildi. Uning aytishicha, bunday vaziyat tez orada yuzaga kelishi ham mumkin. Uning ta'kidlashicha, Yevropa AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyatining Ukraina masalasini tinch yo'l bilan hal erishishga to'sqinlik qilmoqda. Bryussel Rossiya uchun qabul qilib bo'lmaydigan takliflarni ilgari surayotganini aytgan Putin, Yevropaning o'zi muzokaralardan chetga chiqib ketayotganini ham qo'shimcha qildi. Yevropada Rossiyaga mag'lubiyat yetkazish g'oyasini qurol qilib olishdi va hanuz shu illyuziyalar bilan yashamoqda. Ularning Ukraina borasida tinchlik kun tartibi yo'q, ular urush tomonida, degan Kreml rahbari. U Yevropa frontda shakllanayotgan real vaziyatdan kelib chiqib harakat qilsa, muzokaralarga qaytish mumkinligini istisno etmagan. Rossiya Yevropa mamlakatlari bilan jang qilishni rejalashtirmayapti, ammo agar Yevropa urush boshlasa, Rossiya hoziroq tayyor, deb urg'ulagan Putin. Ma'lumki, Yevropa davlatlari Rossiyani uncha xushlamaydi, hatto katta sahnalarda Rossiya bilan urushga kirish imkonini inkor etmagan. Masalan, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich noyabr oyida Yevropa va Rossiya o'rtasidagi to'qnashuv ehtimoli tobora yaqqol ko'rinayotganini, bunga hamma tayyorlanganini aytib o'tdi. Fransiya qurolli kuchlari boshlig'i general Fabian Mandon oktyabr oyida fransuz harbiylarini Rossiya bilan bo'lishi mumkin bo'lgan qarama-qarshilikka tayyorlanishga chaqirgan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto esa Yevropa allaqachon Rossiya bilan urushga tayyorlanganini, Yevropa ittifoqining hujjatlarida 2029-yilga kelib to'liq harbiy tayyorgarlik ko'zda tutilgani, bu esa ehtimoliy urushning 2000 boshlanishi mumkinligini bildirib o'tgan.